Ushbu video murojaat O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevga. Muhtaram prezident, men Bo'riyev Muzaffar Tohirovich Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida Havaslik mahallasida 4 nafar oila a'zolarim bilan istiqomat qilaman. Hozirgi siz ko'rib turgan maskanda o'zimning ishchi xodimlarim bilan 10 sentyabrdan boshlab to noyabr oyining 28 sanasida mana shunday holatga juda qiyin mehnatlar, mashaqqatlar bilan olib kelganman. Ushbu maskan joylashgan hudud hozirgi Arnasoy tumanini, Aydar Arnasoy sayyohlik maskaniniga olib boruvchi yo'lni shunday yoqasida. Video murojaat yo'llashimdan maqsad shuncha ishlarni qilib turib o'z ish haqlarimizni ololmay majburligimizdan ushbu video murojaatni sizga yo'llayapman. Mana shu yerda shu holatga keltirib 70 kun mobaynida 130 kilometr har kuni yo'l bosib mehnat qilganmiz. Tuman rahbari Mustalif Odil aka bilan dastlab mana shu joyda tanlab ko'rsatdilar. 360 million so'mga kelishganmiz. Bugun mana 31 dekabr yangi yil. Kelishilgan o'sha aytilgan pulni 20% ni berganlar. Nima kimnidir tashrifini deb, qayerdadir qaysidir maskanni obod qilaman deb meni oilam ko'z yosh qilish kerak.